Estaizu billah. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum. Allohga qo'lingizdan kelganicha imkon qadar taqvoli bo'ling. Va Allohning amrini tinglang va Allohga itoat qiling. Va infoq qiling. Agar infoq qilsangiz, bu o'zingizga yaxshi bo'ladi deyapti Alloh taolo. Va man yuqa shuhha nafsihi fa ulayka humul muflihun. Kimki nafsining qizg'onchiqligidan, baxilligidan saqlansa, ana o'sha insonlar najot topuvchilar deyapti Robbimiz. Tag'obun surasi 16-oyat. Shuning uchun infoq, xayr ihson qilishlik nima Alloh nima deyapti? O'zingiz uchun deyapti. Qilgan xayr infoq o'zingiz uchun. Kim nafsining baxilligidan saqlana olsa, sahiy bo'la olsa, ana o'sha insonlar najot topuvchilar deyapti. Buni kim aytayapti? Alloh taolo aytayapti. Najot topadilar deyapti. U najot topadiganlar kim ekan? Ular sahiylar ekan. Najot topishlikni istaydiganlar bormi ichimizda? Demak, sahiy bo'laylik.